Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan yana men Hasan Minecraft. Bugungi videomizda survivalning birinchi qismini olamiz. Videoga like va obunalaringizni bosib qo'ying. Demak, bizning birinchi mehmonimiz bugun Lemon Uzubi. Bugun shunchaki survivalimizda u qatnashadi. Demak, videoga like va obunalaringizni bosib qo'ying. Demak, biz videoni boshlaymiz. Videoni ko'p cho'zmaymiz. Ketdik. Demak, hozir biz nima qilasan? Demak, hozir biz daraxtlar sindirib olishimiz kerak. Daraxtlar sindirib olganimizdan keyin shunchaki nimalar desak bo'ladi? Verstak, taxta, tosh, hamma narsani sindirib olamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, ketdik. Birinchi bo'lib daraxt sindirishda davom etamiz. Daraxt sindirib olganimizdan keyin masalan, taxta qilamiz va uy yasaymiz. Lekin sizlar haligacha obuna bosmaganingiz yo'q. Shunchaki obuna bosib qo'ying. Bu sizlardan hech narsa talab qilmaydi. Demak, obuna bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishingizni so'raymiz. Siz agar qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, nima desak bo'ladi? Videolarda chiqishidan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Demak, videoni boshlaymiz. Hozir bizga kirka kerak bo'ladi, keyin bolta kerak bo'ladi. Hozir biz bolta bilan birinchi daraxtlar sindirib olamiz. Mana bu daraxtni, keyin narigi daraxtni. Ikkita daraxtni sindirib olsak, menimcha yetarlicha, keyin yetarlicha taxtaga daraxt yig'gan bo'lamiz va toshlarni sindirishga boramiz. Toshlarni sindirib olish uchun birinchi bularni qilib olamiz. Keyin mustahkamroq kirka yasaymiz toshdan keyin. Undan keyin toshdan, temirdan, oltindan, masalan, boshqasidan, olmosdan yasayveramiz. Demak, ketdik. Tosh sindirishga boramiz hozir. Mana bu yerdan borsak, mana bu yerda g'orcha bor edi. Mana qor. Demak, mana shu yerdan toshlar sindirib olaveramiz. Demak, toshlar sindirib bo'lganimizdan keyin, masalan, uy qurishimiz mumkin yoki boshqa bir narsa qurib qo'yishimiz mumkin. Toshlar bilan maxluqlardan himoyalanish uchun devor qurib olishimiz ham mumkin. Yoki shunchaki yig'ib turib qishloq topish uchun yo'lga tushsak ham bo'ladi. Yoki uy ham qurib qo'yamiz qayerdandir. Yaqin atrofda uy qurib qo'yamiz. Keyin agar tosh kerak bo'lsa, mana shu yerga kirib olaveramiz. Sizlar esa shunchaki obuna bo'lib qo'yingizlar. O'shanda videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Demak, videoga like va obunalarningizni bosib qo'ying. Chunki bu ko'p gapiryapman bunday so'zni. Sababi bizda YouTube'da obunachimiz juda ham kam. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlang va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Iltimos. Demak, o'yinga qaytamiz. O'yinda shunchaki toshlarni sindirib olib, keraklicha tosh sindirib olganimizdan keyin biz masalan ovqat, boshqa narsa deganda qilib olsak bo'ladi. Agar bundan ham qiziq videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like va obuna bosing. Masalan, bu kreativda build battle o'ynashimiz mumkin yoki boshqa narsalar qilishimiz mumkin. Mabodo hammangizning fikringiz har xil bo'lishi mumkin. Masalan, ayrimlarga kreativda build battle yoki xuddi shunday survival yoqishi mumkin. Shuning uchun biz juda ham tez emas, unda ham sekin emas ham, lekin juda ham tez emas, sekin emas, o'rtacha vaqtlar ichida bunday videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan shunchaki obuna va like. Bo'ldi, boshqa hech narsa talab qilmaydi. Shuning uchun sizlardan obuna va like'laringizni kutib qolamiz. Xo'sh, o ko'mirlar bor ekan, verstak sindirdim, u oldi. Demak, hozir men boshqa narsalarni qilishda davom etaman. Hozir bizga menimcha yo'q, taxta emas. Bizga hozir ovqat kerak bo'ladi. Menimcha ana mol, cho'chqa, tovuq hammasi o'lib turaveradi. Bu molning bolasi bor ekan, yaxshi tegmaymiz, lekin mana bu tovuqqa tegamiz. Afsuski. Xo'sh, demak bu tovuqni ham olamiz. Xo'sh, yaxshi. Bu hamma mollar baribir o'lib chiqdi. Demak, biz endi boshqa narsa qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ana bu qo'ylarni o'ldirishimiz mumkin. Xo'sh.
ana qo'ylarni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Shunchaki o'ldirib, mollar hammasini o'ldirganimizdan keyin men yana qaytaman. Hozircha shunchaki video ovozsiz bo'lib qoladi. Xo'sh, demak, mollarni o'ldiramiz. Mollarni o'ldirib, molning terisidan ham boshqa kiyimlar yasasa bo'ladi. Demak, hozir biz daraxtlarni sindirishimiz mumkin va boshqa narsalarni sindirib olib, keyin anaqa mana bu yerdan uy qurishimiz mumkin. Hozir bu pechkani bu yerga qo'yib, mana bu go'shtlarni stek qilib olamiz. Eski kirkani solib yordim. Hozir bir ikkita daraxt, 3 ta daraxt solib qo'ysak bo'ladi menimcha. Hozir men uy qurishimiz kerak. Xo'p, ozginadan keyin tun tushadi, shuning uchun uy qurib qo'yamiz. Kirka bilan birinchi hozir biz taxtalar qilib olamiz va boshqa taxta qilib olsak ham mana bunday taxta qilib olamiz va 32 ta toshimiz bor. Hozir bu tosh bilan biz shunchaki yerni, maydonni qilib olamiz. Keyin bunday qo'yib, bunday uyimizni uncha katta qilmaymiz. Baribir biz bu uydan ketamiz va boshqa joylardan ham uy qurib turaveramiz. Shunchaki uyda uncha katta qo'yarmaymiz, qilmaymiz. Bu taxtalardan qilib olib, 2 blok baland qilib qo'ysak, pastdagilar bilan 3 blok bo'ladi. Keyin sindirib qo'yib tashlayveramiz qisqasi. Videoga like bosib, obunalaringizni bosishni iltimos qilamiz. Taxtalar tugab qoldi. Boshqasini qo'yib chiqamiz. Menimcha uyimiz har xil rangli bo'lib qolsa ham bo'lar menimcha. Menimcha hozir bu 11 tani bunday qilib bunday qo'ysam uyimiz yaxshiroq ko'rinsa kerak. Xo'sh, qo'yamiz endi bu yerga. Qo'yaveramiz. Buni bunday qo'ysak, menimcha bularni yarimtalik blok qilib olish kerak. Sindirib olamiz. Yarimtalik blok qilsak, menimcha yetib qoladi ular hammasi. Demak, hammasini qilib olamiz. Qilganimizdan keyin hamma bloklarni olamiz. Ololmayman. Demak, verstakdan narsalar yasab olishimiz mumkin. Yarimtalik blokda yasab olamiz. Demak, buni bunday qo'ysak, bunisini ham bunday qo'yamiz. Bunday qo'ysak, menimcha yaxshi bo'ladi. Qo'yaveramiz. Qo'yaylik. Menimcha hamma narsalar terib keldi. Demak, qilamiz. Qilganimizdan so'ng esa verstak yaxshi. Mana bu yerga qo'y. Qisqasi, demak, u kravat ham yasabdi. Xo'sh, yaqinlarda qo'y bormikin? Biz qo'y kerak-ku bizga, to'g'rimi? Qo'y bo'lsa, lekin yaxshi, lekin mol bor ekan. Mol ham yaxshi ovqat bo'ladi, lekin qo'y, yotoq kerak bizga. Qo'ylarni o'ldirsak, o'ldirmaymiz, shunchaki ulardan yotoq sifatida foydalanamiz. O'ldirishim shart emas o'zi. Shunchaki yungini qirqib olamiz, bo'ldi. Hozir bizga shlem yasasam bo'larkan, shlem yasab olaman. Mening shlemim o'zimga yarashdi, to'g'rimi? Xo'sh, demak, sandiqga narsalarni solib qo'ysammikin? To'xtashi. Stekni stek olsam yaxshi bo'lardi. Keyin tun ham bo'lyapti. Eshik yasashimiz kerak. Eshik yasaymiz va hozir menimcha videoni tugatishning eng yaxshi yo'li videoga like va obuna bosing. Obuna bo'lish sizga shunchaki anaqa bo'ladi, nima deydi? Unday ko'p narsa qilmaydi, shuning uchun videoga like va obuna bosib qo'ying. Bu biz uchun foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.